Abdusalom Azizov o'zbek siyosiy sahnasida doimiy ravishda qayta ko'tarilib kelgan general. U 1960-yil 20-yanvarda Toshkentda tug'ilgan va xizmatini oddiy inspektordan boshlagan. 1980-yillarda ichki ishlar tizimida ilzotib, 20 yildan ortiq vaqt davomida Toshkent IIBda turli lavozimlarda ishladi. 2000-yillarda kutilmaganda energetika sektoriga o'tkazildi. Biroq bu ko'rinishdagi yon tomonga siljish aslida uni siyosiy kuchlardan uzoqlashtirmadi. 2003-2008-yillar oralig'ida neft va gaz tizimida faoliyat yuritdi. Keyinchalik esa yana xavfsizlik tizimiga qaytdi. 2017-yilda mamlakatda kuchli o'zgarishlar boshlanayotgan pallada Azizov ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Atigi 8 oy ichida u butun tizim tarixini o'zgartirdi. Militsiya nomini bekor qildi. Yangi qoidalarni joriy qildi va ichki ishlarni ochiqlikka yaqinlashtirdi. O'sha yilning sentyabrida esa birdan mudofaa vaziriga o'tkazildi. Bu 2 yil davomida armiya intizomi va ichki tartiblarning eng qattiq davri boshlandi. 2019-yilda unga general-leytenant unvoni berildi va u davlat xavfsizlik xizmatining raisi etib tayinlandi. Bu lavozimda Azizov bir necha yil davomida mamlakatdagi eng yopiq va eng ta'sirchan strukturani boshqardi. 2024-yil noyabrda siyosiy portlashlar fonida lavozimidan ketdi. Biroq oradan bir necha hafta o'tmay prezident huzuridagi maslahatchi sifatida qayta sahnaga chiqdi. Azizov ko'chada ko'rinmaydigan, lekin tizimning eng og'ir vintlaridan biri va kuch muvozanatini saqlab kelgan general bo'lib kelmoqda.